Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi navesimizda ustanovkasini yakunladik. Bu navesimiz lokatsiyasi Chimyonda Minnoni bo'ldi. Bu joyga izolyatsiya holatdagi naves ustanovka qilib berganmiz. Bir skatli, bir tarafga xudo xolasa yomg'irda suv oqadi. Materiallarning hammasi 1,5 bo'lgan. Stenasi, stullarimiz 8x8, asosiy xorlarimiz 4x4. Har biri 25 ga tashlangan firmalarimiz 3x3. Har 50 sm tashlangan tunikani qotirishga mo'ljallangan profillarimiz 2x3 1.3 stenali profillardan tashkil topgan. Shu 2x3 stenasi 1.3, qolgani 1.5. Nimagaki samolyotni qotirish osonroq bo'ladi. Drill tutab ketyapti qalin bo'lsa. Tunikani yopishdan oldin kraskalangan oq div faner, undan keyin falga izol, keyin 0.4 qallikdagi tunika yopib berganmiz. Narxi yengil, lekin sifati yuqori darajadagi naves bo'ladi bu. Hamma temirlar bir-biriga uyg'unlashgan, hammasi hisob-kitob bilan chiqqan. Ko'rishlari mumkin. Palchkalarimizni to'g'risidan firma ketgan. Firmani palchkasidan, keyin eskullarimiz o'rtasidan shada ketgan. Kimga shunaqangi sifatli naveslar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Endi bu darvozaxonasiga hozir karkasini to'qiyapmiz. Svet o'chib qoldi. Shunga ozgina bir video qo'yaylik dedik.